Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bitta pritsepimiz sotildi. Razmeri 1.60 ga 2.70 razmerda bo'ldi. Plastikli balonlarda mana balonlari ham yangi. Mana protektorlarni ko'rishlaringiz mumkin. Bir moslik pritsepimiz. Narxi 10.500.000 so'm pul bo'ldi. Xorazm viloyati Yangi bozor tumaniga sotildi. Kimga mana shunaqa bir moslik, ikki moslik pritseplar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Telefon nomerlarimizni pastda qoldiramiz. Mana molni bosh qismi chiqib turish uchun mana oldinga maxsus profillardan chiqib tayyorlangan. Bir moslik, ikki moslik pritseplar bemalol zakaz qilishlaringiz mumkin. Mana bu yerda mana ikki moslik pritseplarimiz ham tayyorlari bor. Yarim krel mana. Hozir bu Navoiyga zakaz bo'lgan. Bir moslik, ikki moslik pritseplar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Pastda telefon nomerlarimiz bo'ladi. Yarim krel. Bu 70 ga 280 razmerda. Juda baquvvat, 2,5 tonna bemalol yuk ko'taradi. Like'lari bosamiz o'rtoqlar, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lamiz. Kimga bir moslik, ikki moslik pritseplar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Manzilimiz Xorazm viloyati Hazorasp tumanida. Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida ham pritseplarimiz bor. Like'lari gumillatib bosamiz o'rtoqlar, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lamiz, kommentariyalar yozamiz. Kimga qanaqa pritsep kerak bo'lsa, kamchiliklarimiz bo'lsa, kommentariyalari o'qib, javobini yozib turamiz, xudo xolasa. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Pritsep keraklarga jo'natib qo'yamiz.